Assalomu alaykum Step School kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan IELTS dan 7 va undan yuqori olgan o'quvchilar qanday qilib IELTS to'lovlarini qaytarib olish haqida gaplashamiz. IELTS to'lovini qaytarib olish uchun siz birinchi navbatda IELTS dan kamida 7 va undan yuqori ball olgan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi navbatda siz 30 yoshdan kichkina bo'lishingiz kerak. Ya'ni 30 yoshdan kattalar pulni qaytarib ola olishmaydi. Va uchinchi navbatda siz umringizda faqat yana bir marta IELTS dan 7 olganingiz uchun pulingizni qaytarib olasiz. Misol uchun siz 4 marta IELTS dan 7 oldingiz, ya'ni siz 4 marta pulingizni qaytarib olasiz degani emas. IELTS to'loviga ariza berishni ikkita varianti bor, offline va online. Va biz hozir sizlar bilan online formatini ko'rib chiqamiz va eng qulay versiyasi. Va bu uchun sizga kerak bo'lgan narsa o'zingizni shaxsiy smartfoningiz va MyGov ilovasidan o'zingizni shaxsiy akkauntingiz bo'lishi kerak. Agar siz 16 yoshdan kichkina bo'lsangiz, ota-onangiz akkauntlarini kiritsangiz bo'ladi. Xo'p. Va birinchi navbatda biz MyGov ilovasiga kiramiz va xizmatlar degan joyga o'tamiz va bu yerdan yoshlar bo'limini tanlaymiz. Va bu yerdan o'qish va xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha xarajatlarni qoplab berish tizimini bosamiz va xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Va birinchi navbatda siz agar 31 yoshgacha bo'lgan shaxs bo'lsangiz, birinchisi, agar siz 16 yoshdan kichkina bo'lsangiz, ikkinchi tugmani bosasiz. Va keyingisiga o'tasiz va bu yerda sizga o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringiz, ya'ni pasport yashirib, doimiy yashash hududingiz, misol uchun Toshkent viloyati, doimiy yashash tumani, Nurafshon shahri va ko'cha manzil va bu yerda asosan siz nomeringiz, shaxsiy nomeringiz va email pochta bu majburiy emas. Va keyingi bizda kommersiya olingan hududni tanlang. Misol uchun siz Toshkent viloyatidan olsangiz Toshkent viloyati, agar Toshkent shahri bo'lsa Toshkent shahri. Toshkent viloyati va Xalq bankini qaysi tumanidan? Nurafshon shahri. Misol uchun imtihon turi IELTS va imtihon to'plagan ballingiz 7 7,5 bo'lsa 7,5 kiritasiz. Imtihon topshirish uchun to'lagan miqdor summa va bizda 18-fevral hisobiga ko'ra 2,639 ming so'm. Va bizda IELTS olgan sertifikat ro'yxatdan o'tgan raqami, ya'ni TRF number, IELTS sertifikatini burchida bo'lgan raqamni kiritasiz. Va bizda xalqaro imtihondan sertifikat olingan sanasi, faqatgina olingan sanasi, imtihon topshirgan sana emas, imtihondan sertifikat olingan sanasini kiritasiz. Va imtihon o'tgan tashkilot, agar IDP bo'lsa IDP IELTS, agar yoki British Council kirsangiz bo'ladi. Va sertifikat nusxasi sizda yoki PDF yoki sizda kesilgan nusxasi bo'lishi kerak. Va shartnoma, ya'ni kvitansiya nusxasi. Siz bu yerda IELTS ga to'lov qilgan 2,639 ming so'mni Uzum bankdan yoki boshqa ilovadan qilgan bo'lsangiz, o'shani kvitansiyasini kiritasiz bu yerga. Va keyingi bo'limi o'qish boshlash sanasi. Agar sizda o'qishingiz bo'yicha, ya'ni o'quv markazingiz bo'yicha sizda shartnoma bo'lsa, kiritasiz, agar kiritmasangiz bo'ladi. Va keyingi bosqichda siz SMS xabar kelishi uchun o'zingiz telefon nomeringizni kiritishingiz kerak. Va o'zingiz telefon nomeringizni kiritasiz. Va yuborish tugmasini bosasiz. Va sizda ariza yaratildi, ya'ni natijasi tayyor bo'lsa xabar beramiz. Ya'ni sizda ko'rib chiqish, arizani ko'rish, xarajatlar, kompensatsiya sertifikatini yaratish va bank xulosasi. Va siz bu bosqichlardan hammasini o'tganingizdan keyin sizning keyingi qiladigan ishingiz bu xazina ilovasida bo'ladi. Va siz ariza yuborganingizdan keyin 14 kun davomida siz arizangiz ko'rib chiqiladi va sizga xabar yuboriladi. 14 kundan oshib ketishi ham mumkin, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Va bizda keyingi ishimiz xazina ilovasi orqali bo'ladi. 14 kundan keyin sizga o'zi xabar keladi va siz xazina ilovasidan xizmatlar bo'limiga o'tasiz va bu yerdan ijtimoiy xizmatlarni bosasiz va xalqaro imtihon qoplab berish tugmasini bosasiz. Bu yerdan ariza turi, xuddi boya aytganimdek, agar 16 yoshdan kichkina bo'lsangiz, birinchisi, agar undan katta bo'lsangiz, ikkinchi tugmani bosasiz. Va siz xizmatdan foydalanish tugmasini bosasiz va biz bir marta foydalanib bo'lganimiz uchun bizda shunaqa xabar va sizda lekin bu xabar o'rniga kalendar hisobiga 12 kundan keyin xabar keladi tugmasi bo'lishi kerak. Hop, ko'rib turganingizdek, bizga kerak bo'lgan narsa faqat siz IELTS dan 7 olgan bo'lishingiz kamida va sizga o'zingiz shaxsiy telefoningiz va MyGov ilovasidan o'zingiz shaxsiy akkauntingiz, agar 16 yoshdan kichkina bo'lsangiz, ota-onangiz akkauntlari ham bo'ladi. Va bizda
12 kun ichida sizga ariza keladi. Agar ariza kelgandan keyin siz xazina ilovasidan xizmatlarni qoplab berish tugmasini bosish orqali ko'rsatganimizdek pulingizni qaytarib olishingiz bo'ladi. Agar bu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosish va bizga obuna bo'lishni unutmang, chunki bundan foydali videolar hali oldinda.